Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana bizning Dollar Trade do'konimizga yangi tovarlarimiz kirib keldi. Hayotgacha bizning do'konimizda qolmay qolgan, siz kutgan yangi yilga yanada yangicha tovarlarimiz kirib keldi. Misol uchun oyoq kiyim uchun spreylar oqartiradigan, har xilcha idish tovoq uchun azilitlar va har xilcha skrablar, har xilcha vazalar kirib keldi. Har xillar kirib keldi. Mana oyoq kiyim uchun spreylar, ular va ikkinchi do'konimizda qolmay qolgan sizlar kutgan skrablardan ham kirib keldi. 7-8 xillaridan mavjud. Har xilcha parashoklar kirib keldi. Umumida o'sha 1 million prosmotr bo'lib ketgan bakanlarimizni o'sha bakanlardan yangi partiyada har xillaridan olib qo'ydik. Qaytgancha tovarlarimizning hammasini narxi 13 ming so'm. Bulardan tashqari siz yoqtirgan osvejitellarimizdan ham kirib kelgan. Ko'chada 50 ming, 60 ming so'm turgan osvejitel bizning Dollar Trade do'konimizda attiga 13 ming so'm kelib xarid qilib ketishingiz mumkin. Ha, aytgancha. Bulardan tashqari juda ko'p mahsulotlarimiz kirib kelgan. Kelib bemalol xarid qilib ketishingiz mumkin. Bizning lokatsiyamiz Chilonzor metrodan chiqqanda Singapur universitetining ro'parasida joylashgan Dollar Trade do'konimiz.